Qalay, Komron? Rahmat ustoz. Kimni taklifi bo'ldi bu birga qo'shiq kuylash? Mana. Albatta, men ustoz oldilariga bordim va fikrlashib, biz Kumushxon bilan bitta institutda tahsil olamiz. Botir Zokirov nomidagi Milliy sira san'at institutida. Kumushxon 3-bosqich talabasi, men 1-bosqich magistranti tahsil olamiz. Konservatoriyada bir tadbirda, konsertda birga ishtirok etgandik. U vaqtda alohida chiqishimiz bordi. Keyin ustoz zalda o'tirgan ekanlar, meni videoga olib, istoriyalarga joyladilar. Keyin konsertdan keyin ustozni oldilariga bitta yaxshi akaxonimiz bor, olib bordilar. Keyin shunaqa bir ijodiy hamkorlik boshlasak degan. Endi muhol sizga mana gapimiz keyin- isboti ko'rdingizmi? Nasib Bobur Bobomurod ijtimoiy tarmoqda faollar, qayerga bordilar, nima qo'ydi, yeb ichdilar, qatga bordilar, kim bilan gaplashdi, hammasini o'sha Qo'yib boradilar. gruppalarga qo'yib boradilar. Ha. Mana yaxshi bo'pti, xayrli bo'pti. Bitta shu bunday qilib rasmga olib ijtimoiy tarmoq qo'ygan ekanlar, Komron yugurib kelibdi. Ha, zo'r bo'pti. Tabriklaymiz. Bardavom bo'lsin.